Avstraliya haqida 23 ta faktlar. Avstraliya vizali va kelishi qiyin bo'lgan davlatlardan biri. Ish haqi top 3 talikka kiruvchi davlat. Odamlari tanigan, tanimaganga kulib salomlashib o'tib. Bu yerda kun ertalab soat 4-5 larda boshlanadi va kechqurun 8-9 larda tugaydi. 7 dan 3 yoki 5 gacha ish vaqti hisoblanadi. Mahalliy xalq asosan 5 kun haftasiga ishlaydi, 8 soat kuniga va oyliklar haftasiga bir marta beriladi. Bu yerda ishchilar aniq bir formada ishlashlari kerak. Bo'yoqchi, quruvchi, yog'och ustalari deyarli bir xil kiyimda ishlashadi. Oddiy velosiped haydashda agar boshingizda maxsus kiyim-bosh bo'lmasa, jarimaga tortilasiz. Ko'pchilik ishlovchilar ovqatini o'zi bilan olib keladi ishga va bundan hech ham uyalmaydi. Hatto ko'chalarga chiqib bemalol ovqatlanishadi. Agar bayram kunlari ishchi formada ko'rishsa, $5000 shtraf olasiz. Ba'zi bayramlarda ijtimoiy transportlarning ba'zilari yoki ko'pi bepul bo'ladi. Sportni sevuvchi xalq. Shaxsan o'zim taniydigan va o'ynab turadigan odamlarning yoshi 55-60 plyusda. Ertalab sahar juda ko'p odamlarning yugurayotganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Agar uyingizdagi daraxtni kesmoqchi bo'lsangiz, davlatdan ruxsat olib, keyin kesishingiz mumkin. Unda ham davlat ruxsat bersa. Tabiatga qattiq e'tibor berishadi. Hayvonlarga ozor bersangiz, ancha qimmatga tushasiz. Ijtimoiy transportlarni, ya'ni metro, tramvay, tren, avtobuslar faqat Apple Card deydigan maxsus kartalarda ishlaydi yoki oddiy bank kartalari bilan ishlashadi. Avstraliyada chorrahalar o'rniga aylanma yo'llar ma'qul ko'rishadi. Chorrahalar faqat asosiy ko'chalarda svetofor bilan ishlaydi. Bu yerda haydovchilar o'ng tomondan boshqarishadi. Ya'ni o'zimizda chap qo'lda rul bo'lsa, bu yerda o'ng qo'lda. Shuni hisobiga ko'chalarning chap tarafi bilan haydashadi. Maktablarda oyiga 2 va undan ko'proq bolalarni ekskursiyaga chiqarishadi. Mutlaqo bepul. Hatto ba'zi paytlari haftalab ham ekskursiyaga olib ketishadi. Bunisi esa pullik. Ishlatishga yaroqli, lekin ishlatmaydigan narsalarini yo'lning maxsus joyiga qo'yishadi. Boshqa odamlar bemalol olib ketib ishlatadi. Juda kitobxon xalq. Hatto ko'chalarda bepul kitob javonlari ham bor. Sharti o'qib qaytarib qo'yish yoki boshqa kitobga almashtirib qo'yish. Va buni hech kim nazorat qilmaydi. Bu yerda ham eski bozor bor. Deyarli hamma narsa topsangiz bo'ladi. Kiyimdan tortib to eski DVD disklargacha. Haftada bir kun bo'ladigan meva-cheva bozori faqat shanba kuni ishlaydi. Savdolashib olsa ham bo'ladi. Narxi juda arzon va sifati yaxshi. Bu faktlarning qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Kommentariyada yozib qo'ying. Va keyingi video qaysi faktlar haqida batafsil bo'lishini xohlardingiz?